Shubhasiz, Kylian Mbappe zamonamizning eng zo'r futbolchilaridan biri. Agarda shu kecha kunduzda faoliyatini yakunlab yuborsa ham, uni futbol tarixidagi eng zo'rlardan biri deya tilga olaveramiz. Xo'sh, nega unda oxirgi paytlar Kylian haqida gap ketganda uni muammolarning asosiy sababchisi qilib ko'rsatishmoqda? Nega Mbappe mem sahifalarning asosiy manbaiga aylanib qoldi? Chempionlar Ligasining oxirgi 5 g'olibidan 4 tasi Real va PSG bo'lgani-yu, uning birortasida Kylian ishtirok etmagani aynan uning aybimi? Bugungi sonimizda shu kabi savollarga javob izlaymiz. Bu futbol faktlari, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz boshladik. Avvalo, mashhurlarning u haqidagi fikrlariga to'xtalsak, Kylian o'zi qanday futbolchi? U ilk bor jamoaning kattalar bilan mashg'ulotlarda ishtirok etganida 16 yosh bolakay edi. Esimda, Moutinho bilan uni kuzata turib, "Vau, bu bola kim bo'ldi?" deb qolganmiz. U o'zgacha edi va bizdek asosiy jamoa futbolchilariga qarshi bemalol dribling qilib 2-3 futbolchini ortda qoldirardi. Odatda 16 yosh vaqting kattalar orasida biroz sarosimaga tushasan, unda esa umuman qo'rquv yo'q edi. Uni ilk marotaba ko'rganimda shunday degandim: "U Fransiyaning Pelesi bo'ladi." Baxtga ko'ra men haq bo'lib chiqdim. U bosiq, tezkor, aqlli hamda kerakli vaqtda sahnaga chiqa oladi. Mbappe mukammal futbolchilar xilidan. U ko'p narsa qila oladi, kutilmagan ishlarni bajaradi. Umuman olganda sizni hayron qoldira oladi. U menga braziliyalik fenomen Ronaldoni yodga solardi. U boshqalar qila olmaydigan ishlarni uddalaydi. Mbappe shunday futbolchiki, u sizni birgina fint bilan uyaltirib keta oladi. O'yindan keyin esa kechasi bilan uxlolmay chiqasiz. U sizning sekinlashishingizni xohlaydi. Agar ozgina tormozni bossangiz, tamom. Uning sekinlashib birdan tezlik olishi aql bovar qilmas darajada. Jahon chempionati o'yinida uni ta'qib qilib borardim, lekin u uchun anchagina sekinlik qildim. Bilardimki, sekinlashsang u seni yeb tashlaydi. U akula, mentalitet shunday. U qila oladigan barcha narsasiga erishishni xohlaydiganlardan. Shu sababdan u maydonda haqiqiy yirtqich akula, katta futbolchilar aynan shunday bo'ladi. Agar sen suvga bir tomchi qon tashlasang, ular darhol yetib kelishadi. Mana shu Kylian. Ha, bunday mentalitetga ega futbolchi hammaga kerak. U barchasiga ega bo'lishni xohlaydi, har bir to'p, har bir vaziyat. Lekin shunday mentalitet ham yaxshigina muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Montpellierga qarshi o'yinning bir holatida Vitinha to'p bilan oldinga harakatlanadi, Mbappe esa uzatma kutadi. To'p boshqa tomonga uzatilganidan so'ng Mbappe shunchaki to'xtab yaqqol norozilik bildiradi. Hali vaziyat davom etayotgan bo'lsa-da, bu kichik bir holat dersiz, biroq bunday yuqori darajada kichik holatlar barchasini ifodalab beradi. Murabbiylar eng ishongan futbolchisidan hamisha oxirigacha harakatni kutadi, to'p unda bo'lmasa ham. Shu kabi holatlar odamlarda savollarni uyg'ota boshladi. Mbappe shu qadar maksimalistmi yoki uning egosi atrofdagi jamoadoshlariga yomon ta'sir o'tkazayaptimi? O'sha matchning yana bir holati Parij ichidagi keskinlikni inkor qilib bo'lmaydigan darajaga olib chiqdi. O'yin avvalida Mbappe allaqachon penaltini ko'kka sovurib bo'lgandi. PSG yana bittasini ishlagan vaqtda esa ishlar chigallashib ketdi. Neymar penaltini tepish uchun nuqtaga yaqinlashadi, biroq Mbappe unga to'pni berish kerakligini aytadi. Ularning suhbatini ko'rgan odam o'rtada qandaydir keskinlik borligini sezib turardi. Neymar penaltini urdi, holat esa tezda butun internetda aylandi. Parij fanatlari klub ichida nimadirlar joyida emasligini his etib turishardi. Keyinchalik Neymar sahna ortidagi holatni biroz so'zlab bergandek bo'lgandi. Bilasiz, u bilan o'z tariximiz bor. O'rtamizda biroz keskinlik yuz bergan, biroq u endi kelgan vaqtlar munosabatlarimiz bunday emasdi. Biz uni tilla bola deb chaqirardik. U bilan hamisha suhbatlashardik, hazil-huzul qilardik. Unga kelajakda eng zo'ri bo'lishini aytardim. Unga har doim yordam berganman. Uyimga ko'p kelardi, birga ovqatlanganmiz. Jamoadosh sifatida ajoyib yillarni o'tkazganmiz. Ammo Messi kelganidan so'ng fikrimcha u biroz hasad qilishni boshladi. Ana shunda barchasi boshlandi, uning muomalasi o'zgardi. Xo'sh, fikringcha PSJda nima muammo yuz berdi? Ego. O'ylashimcha, ego bu yaxshi narsa. O'zingni eng zo'ri deb bilish bu yomon emas, lekin sen yolg'iz o'ynamayotganingni bilishing lozim. Hammasiga men bo'lishim kerak deyish noto'g'ri. Xo'p, unda to'pni senga kim yetkazadi? Kim senga pas beradi? To'pni olishing uchun yoningda yaxshi sheriklar bo'lishi lozim. Aslida Neymar so'zlab bergan narsalar shaxsiy muammo haqida emasdi. Bu kalavaning uchi bo'lib, jamoada bir futbolchining o'zini boshqalardan ustun qo'yishini anglatayotgandi. Ertami kechmi bu holat klub rahbariyatiga yetib borishi aniq edi.
Bu nuqtaga kelib Mbappe haqida so'z ketganda, endi talant emas, nazorat va yetakchilik borasida gapirila boshlandi. Klub barchasidan ustun turishi kerak. Kimdir unga yo'q deya olishi lozim. Yillar davomida Parijda unga buni ayta oladigan inson topilmadi. Keyin esa sahnaga Enrike shaxsiyati chiqdi. Savol endi uning iste'dodi borasida emas, yetakchiligi haqida edi. Klubga undan yanada ko'proq gol kerak emasdi. Ularga eng birinchi pressing qiluvchi, holatidan nolimaydigan va barchasini aytilganidek bajaruvchi futbolchi lozim edi. Natijada Parijning yangi ustozi buni Mbappega yetkazishni o'z bo'yniga oldi. Sening Michael Jordanning fanati ekanligingni o'qidim. Michael Jordan sheriklarini to'pni olib qo'yishga majburlaydi va o'zi ham yirtqichdek himoyalanadi. Sen bu misolni avvalo inson, so'ngra o'yinchi sifatida qabul qilishing lozim. Nega? Lider bo'lish uchun. Chunki sen ishing faqatgina gol urish deb o'ylaysan. To'g'ri, sen jahon darajasidagi fenomensan, shubha yo'q. Lekin bu menga yetarli emas. Haqiqiy yetakchi faqatgina gollar berish kamlik qiladi. Katta o'yinlarda seni top o'yinchilar yopishadi va bizga gol bilan yordam bera olmaysan. O'shanda himoyaviy harakatlar bilan yordamga kelishing lozim. Yigitlarni yoqasidan tortib, himoya chizig'i joyingda qol, sen 4 talang men bilan yur deyishing kerak. O'zing pressing qilsang bu yaxshi, lekin yoningda yana sherik olib yursang bu yanada zo'r. O'zing bilan Usmonni, Kolomuani, Barkalyani yoki Gonzalo yoki Asensioni olib yursang, ularga pressing borasida namuna bo'lasan. Bizda nima borligini bilasanmi? Jin urgur jamoaviy mashina. Mana shu sendan lider sifatida kutayotganim, seni yetakchi sifatida ko'rishni xohlayman, Kiki, shubhasiz. Lekin bunga loyiq bo'lishing lozim. Bunga erishish kerak. Nafaqat hujum orqali, hujum borasida sen qirolsan, senda qas yo'q, bilaman, lekin hujum qila olmagan o'yinlaringda eng yaxshi himoyachi bo'lib berishing kerak. Mana bu lider, mana bu Michael Jordan. Parijda klub Mbappedan liderlikni xohlayotgandi, lekin Kylian xohlagan narsa boshqa edi. Bu mening Parijdagi oxirgi yilim, shartnomani uzaytirmayman. Xullas, Kylian Madridga ko'chib o'tdi. Uning dastlabki mavsumdagi statistikasi 56 o'yin, 43 gol, 5 assist. Ikkinchi mavsumida esa 47 o'yinda 43 gol va 6 assistni amalga oshirdi. Hujumchilar orzu qiladigan statistika, shunday emasmi? Ammo e'tibor qilinishi lozim bo'lgan jihat boshqa tomonda. Kylian kelishidan oldingi mavsumda jamoa 4 ta turnirda ishtirok etib 129 ta gol urgan. U kelgan ilk mavsumida gollar 137 taga yetdi, lekin bu gollar 6 ta turnirda urilgan. So'nggi mavsumda esa 5 turnirda 130 gol. Sezdingizmi? Bir mavsum davomida jamoa gollariga Kylian tomonidan 40+ gol qo'shilmoqda, lekin umumiy mavsumdagi jamoaning gollari Mbappedan oldingisidan deyarli farq qilmayapti. Endi Parij haqida. Kylianning oxirgi mavsumida jamoa barcha turnirlarda 124 gol urgan. U ketganidan so'ng avvaliga 152, so'ngra 144 gol urildi. Xo'sh, nega mavsumda 40 dan ortiq gol urib beradigan futbolchisi ketganidan so'ng jamoa yanada ko'proq gol kirityapti? Hamma masala ana shunda. Kylian sizga juda ko'p golni kafolatlaydi, ammo bu jamoadagi boshqalar hisobiga bo'ladi. Ular ko'proq harakat qilishi lozim, ham hujum, ham himoyada. Kylian Mbappe himoyalanmaydigan futbolchi. U buni yoqtirmaydi, lekin bizning sistema uchun himoyalanish lozim. Bu borada Kylian bizga muammo tug'dirayotgandi. Kelasi mavsumda yaxshilanamiz deb o'ylayapmanmi? Shubhasiz. Chunki o'yin vaqti maydonning xohlagan nuqtasida yuruvchi futbolchini nazorat qila olmasdim. Kelasi mavsum barchasini nazorat qilaman. Shuni aytishim lozimki, bir futbolchi 40 ta gol urishidan ko'ra 4 futbolchi 12 tadan gol urishini afzal ko'raman. Ha, zamonaviy futbol individuallikdan ko'ra jamoaviylik tomon yurmoqda. Messi va Ronaldoning Yevropadan ketishi yosh bilan bog'liq dersiz. Qisman qo'shilaman, biroq ularning jamoada bo'lishi grand klublar uchun muammolar keltirib chiqargani ham bor gap. O'zi shusiz ham bir erkatoyi bor Real aynan uning pozitsiyasiga aynan u kabi dangasaroq yulduzni olib keldi. Natijalarni esa ko'rib turibsiz. 2 mavsum birorta yirik sovrinsiz, 3 murabbiy ishdan ketdi. Jamoa ichkaridan yemirilgan, futbolchilar alohida guruh bo'lib olishgan. Albatta, bularning barchasini Mbappening bo'yniga ilib qo'ymoqchi emasman. Bu noto'g'ri, lekin aynan shu kabi muammolarning aynan u jamoaga kelganidan so'ng paydo bo'layotgani shunchaki tasodifdek tuyulmayapti. Ancelottining magiyasi yakuniga yetganini his qilgan Perez uning o'rniga sistematik murabbiy, pressingni sevuvchi yangi avlod vakili Alonsoni olib keldi. Biroq bundan ish chiqmagach, Florentino bir necha 100 millionlik aktivlarini tanladi, murabbiyni emas. Arbeloa mavsumni tugatib qo'yish uchun kelganini boshidayoq bilardi va asosiy ishi jamoadagi yulduzlarni maqtash bilan o'tdi.
Shu nuqtaga kelib Perez bir jihatni anglab yetdi. Bu futbolchilar bilan tizimli futbol qurib bo'lmaydi va shu sababdan jamoaga intensiv pressing va rock-and-roll ustasi Yurgen Klopp emas, natija uchun barchasini qiladigan qarshi hujumlar qiroli, yulduzlik borasida Real futbolchilardan kam bo'lmagan shaxs qaytarilmoqda. Unga yuklatilgan vazifa aniq, birinchi navbatda kiyim almashtirish xonasida nazorat o'rnatish. Kylian Mbappega qaytsak, men Kikining iste'dodi-yu darajasiga hech qanday shubha qilmaganman, lekin futbol hozir boshqa relsda. Oltin to'p uchun kurashdagi asosiy nomzodlar himoyadagi harakatlar va jamoaviy ritmga tushishi bilan ajralib turmoqda. Hattoki Yamalning ham pressing borasida ko'rsatkichlari yaxshigina. Kylian esa rasman top 5 ligalarda maydonda eng ko'p sayr qiluvchi hujumchiga aylandi. Xulosa o'rnida, Mbappe hozirgi yoshi va darajasidan kelib chiqib, o'zini jamoaviy o'yinga bag'ishlab, tinimsiz pressing qilishiga shaxsan ishonmayman. Lekin bu bilan uni endi futbolda bundan-da yuqori natijalarga erisha olmaydi deyishdan yiroqman. Realga egolar bilan ishlash borasida mutaxassis kelmoqda. Balki Jozening o'yin uslubida Mbappe o'zini suvga tushgan baliqdek his qilar. Madrid ham yana sovrinlarni qalashtirib tashlashi ehtimoldan xoli emas. Qolaversa, Kiki hali bu mavsumning oltin to'pini ham qo'ldan boy berganicha yo'q. Oldinda uni o'zining sevimli turniri Jahon chempionati kutmoqda. AQSh maydonlarida o'zini ko'rsatib, juda yomon o'tayotgan mavsumini ham o'zi uchun eng zo'riga aylantirishi mumkin. Kuzatishda davom etamiz. Sizlar bilan futbol faktlari va men Rustam Arsonov. Video yoqqan bo'lsa, unga like bosing. Biz uchun juda muhim bo'lgan izohlaringizni qoldiring va kanalga obuna bo'ling. Yaxshi kunlarda uchrashguncha o'zingizni asrang.